Hurmatli teletomoshabinlar, demak qisqa fursatlardan so'ng yana efirdamiz. Bu Omonamon dasturi va biz yaxshi kayfiyatda, bayramona kayfiyatda davom etamiz. Kutilgan mehmonimiz iste'dodli ijodkor, ustazoda xonanda Sanjar Xoliqovni birgalikda qarshi olamiz. Marhamat. Sanjarbek, xush kelibsiz. Bravo. Xush kelibsiz. Juda yaqin bo'lgan tarona. Assalomu alaykum. Sanjar aka, xush kelibsiz. Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Siz qani keling. Xayrli bo'lsin. Rahmat o'zingizga ham. Biz umuman boshqa Sanjar Xoliqovni ko'ryapmiz hozir. Qaysisini? Umuman Ertalab uyg'onadigan, ozgan, o'z va'dasida turgan. Marhamat. Va'da ham qimmatga tushdi-da lekin. Gapirmang. So'rashib oling keyin. Shunaqa. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Xayrli tong. Ko'p kelgan ayyomlar bilan hammani tabriklaymiz. Rahmat. Sizga muborak. Sizga ham muborak bo'lsin.
Yuqorida aytib o'tganimizdek, shu ozishni evaziga Li-9 ga tushgan Sanjar Xoliqov. Gapirmang. Siz o'z egasiga topshirdingizmi Li-9 ni yoki ozdingizmi 15 kiloga? Yo'q, o'zi mana bunaqa bo'ldi boshida. U narsa yo'q joydan chiqib qoldi. Improvizatsiya deymiz-ku. O'zim men ukamga aytganman, endi ssenariy o'zim tuzdim-da, men aytdim. Men agar yutqizsam, men senga rostdan mashina beraman dedim-da. Xo'p dedi. Video otgan paytda yo'q deydi, menga emas deydi, obunachilarga beraversan deb gapirib o'ynatyordi-da. Mana videosi. Ha, mana. Sanjar, qalaysan? Haqqar bor. Tuzumsan, sog'lom yaxshimi? Menga rosa ko'p heyt kelyapti lekin. Nima? Aqllilik ko'rmasdan, "Okey, hozir sen bo'lmaydimi? Qanaqa yuribdi?" deb rosa gapirishyapti. Nima qilish kerak? Masalan, lekin bir oyda bemalol 10 dan 15 kilogacha ozdira olaymi? Agarda mani 10-15 kilogacha ozdira olsang, mana Li-9 mashinam senga podarka. Menga Li-9 mashina kerak emas. Agar oz olmasang, obunachiga beraveramiz mashinani. Demak, Li oxiri nima bo'ldi? Lining taqdiri Li qoldi o'zimda. o'zida qoldi. Chunki ozdingizda. Yozdim. Bizda va'dada 2 kilogramm ozdingiz. 10-15 kilogacha va'da berganmiz. Aha. Anaqamiz challenge'imiz bo'yicha men 11,5 kilo tashladim. Lekin o'sha vaqt mobaynida bir oy ichida 15 kilo tashladim. Nimaga men biz videoda 15 demadik? Chunki biz videoni olgan kunimizda boshlaganmiz diyetani. 3-4 kundan keyin vesni boshlang'ich vesni olganmizda. Ozgincha 2-3 kilo tashlagandan keyin o'shani o'zimni o'sha boya doktorimiz aytganlaridek o'zim organizmimni tayyorlagandan keyin biz anaqa berganmiz. Atak 15 kilo tashlaganman bir oyda. Sport bilan ham shug'ullangansiz. Har kuni. Faqat parhez emas, balki sport bilan birga qilish kerak-da. Chunki parhezni o'zini qilsangiz, odam ozgandan keyin osilib qolishi mumkin. Osilib ozadi. Chunki osilmasligi uchun polniy Sport korreksiya qiladi deydi. Hozir Sanjarning mana shu turishi endi haligi lolalar deb qo'shiqni kuylab san'atga kirib kel. O'zi san'atda edi. Demoqchi bo'lgan san'at ichida katta bo'lgan. Haligi tanila O'sha Sanjarni eslatib-yording. O'sha 4-5 yil avvalgi Sanjarni esladim. shunaqa 10 yil desa ham bo'ladi. Ha, 10 yil, ha. 10 yil oldingi vaznga qaytdim-da hozir. Qarang, o'rtada ijod to'xtatdingizmi? Shunaqa. Tanaffus qildingizmi? Mana shu vazn ham sababchi bo'ladimi shunga to'xtatishga? Endi hamma kimdir shunaqa deyapti, kimdir unaqa deyapti. O'zi aslida vazn emas, vazn o'zi qachon ko'payish boshladi? Mana karantin bo'ldi-ku. Karantin bo'lgandan keyin biz nima qildik? Hamma uyda o'tirgan. Shu paytda uyga dastavka deydi-ku, dastavka shu populyarni bo'lib ketgan. Shu dastavka qo'rda odam shuni yeb o'tirganmiz. Yuqqanmi, yuqmaganmi? Yo'q, yuqmagan, kasal, ishonasizmi, umuman kasal bo'lmadim. Bo'lmang. Umuman ko'z tegmasi, koronavirus bo'lmadi. Bizda oilaviy Zo'r yeganda bu yoq. zo'r ekan. Endi biz o'sha karantin paytida ham lekin ko'ruvdik videolarni, chunki ustoz Rashid akam o'zlari chiqib qozon kebablar qilgan videolari tarqaluvdi-da. Hozir esla olaman. Mana endi bular aytib beryaptilar, men esim keldi. Va ovqat qilishni ham bir o'zgacha bir san'at usulida qilar ekanlar. Men qoyil qoldim. Kartoshkani endi et bo'lmaydi-yu. Boshqacha qiladilar xullas. Kartoshkani alohida, go'sht alohida qilib Hamma shunaqa qiladi-yu. o'tda sal anaqasi boshqacha bo'ladi. Podxodi boshqacha. Kartoshka qo'shilgan narsalari bor. Ha, spets. Kartoshkani qadadigan joylari bor-da, boshqacha оборудование qiladi ular. Ya'ni qozonga soladi, qozonda boshqa soladi, boshqa shunaqa narsa bor-da. Sizga ham o'tganmi shunaqa odatlari? Endichi qozon kabob qilishni bilmayman, lekin agar nobod ovqat qilib qo'ysam bor-ku, yorvoraman lekin. Yorvorasiz. Chunki erkak kishi bari ham zo'r ovqat qiladi-yu. Mabodo qaysi payt o'sha mabodo qilib qolsam dedingiz-ku. Instagramda o'tirganimdan zo'r retseptlar ko'rib qolaman-ku. O'shani ochaman-da, o'shanda o'zimcha improvizatsiya ilhomlantirish kerak ekanda. Ozgincha o'tdan bu spetsiya qo'shib qo'raman, yeb ko'raman, asal qo'shib mana shunaqa narsa, malina qo'shib mana. Eksperiment qilishdan qo'rqmaysiz bo'lmasam. Zo'r chiqib qoladi. Ha, shunaqa. Lekin menda ham shunaqa odat bor. O'shaning uchun uydagilarga aytaman. Bir uyda bo'lib ovqat qilib bersam, nima ovqat qilyapsan deydi. Ovqat pishsin, keyin o'ylab topamiz nomini. Hozir unaqa retseptlardan voz kechgan bo'lsangiz kerak, nimalardan o'zi voz kechdingiz? Endi voz kechdim deyish ham noto'g'ri-yu. Vaqtinchalik ham emas, ozginchaga kamaytirdim. Shu Defitsit kaloriya deydi. Kaloriyani juda ham kuchli darajada defitsit. Nima, non yemayman, yog'li narsa yemayman, shirinlik yemayman. Gazli ichimliklar. Endi gazli faqat shu Coca-Cola, shakarsiz Coca-Cola. Zero. O'shani ichaman, ichishim mumkin, chunki u 0 kaloriyaga ega. Shunaqa. Qiyin emasmi? Endi boshida qiyin bo'ldi, endi hozir organizm o'rganib ketdi. 90-85% ovqatdan bog'liq hamma narsa. Bu psixologiyada.
chunki ozish ham psixologiyaga juda ham bog'liqda. Mana biz ozayotganda man magniy B6 degan anaqa bor, vitamin bor, o'shani ham ichganman-da. U nima qiladi? U stressni to'xtatadi, anaqa qiladi, nima deydi, odam siqiltirmaydi, hadeb stressovat ko'rmaysiz-da. Stress qilib o'ylayversangiz ham borku, vesga turib ozmayapman, unaqa qilmayapman, siz rostdan ozmaydi. Chunki Psixologiyadan bor. miyadan anaqa beradi, insonni signal ruhiyat beradi. boshqaradi-da. Endi Sanjar, parhez qilayotganlar ham albatta haftada bir marotaba haligi parhezsiz kun qilish kerak-da, ya'ni bayram qilish kerak o'zi uchun. Hamma san sizda ham bormi shunaqa kun? Bor, albatta, u o'zi вообще noto'g'ri narsa. Bir kun cheat day deb gapirishadi-ku ingliz tilida. U noto'g'ri narsa, chunki bizda to'g'ri narsa, bizda turib noto'g'ri yondashishadi-da. Ertalab turishadi, ertalab oshdan boshlashadi, obedda shu gamburger, kechqurun somsapon. O'sha bir kun bo'lsa nima yeydi? Nima bo'lsa yeydi. Siz qilasizmi shunaqa? Qilaman, faqat obedda qilaman men. Keling, bugun omon-omonda shuni nima deydi, bayram qilaylik. Bugun o'sha kun bo'lsa omon-omon dedim. Men bugun jostki diyeta qotdim. Diyeta qotdim kechadan. Manda kecha edi o'sha kun demadingiz-da. Qarang Men do'stlar, o'tgan kuni edi, o'tgan kuni bo'lgani uchun bu hafta o'zim Sanjar, qilyapman. oshxonamizda shunaqa shirin taom tayyorlanyapti, oshdan avval yeyiladigan taom. Bor, u nimaligini? Ha, men nima demoqchimanki, buni kaloriyasi, buni kuchi kun davomida sizga yetadi. Bahodirjon, bir qani keling. akamiz oldiga borib, Xo'p, bo'ladi. jarayonni bir ko'zdan kechirib keling. Bay. Aman Sanjar ham bormoqchi. Boring. Keling. Men menimcha bilaman bu taomni. Adashmasam buni Xorazmda yoki Namanganda qilishadi. Xorazm sho'rtak. Xorazm. Qaning mana mundoqroq qo'ying. Xorazm shoxlari yeyishganmi? Shunaqa ekan, men xabarim bor-da, boy quloqim chalingandek bo'ldi. Qarang. Xorazm borganmisiz Sanjar? Ha, juda ham ko'p. Juda ham ko'p borgan. Xorazmda ani go'shti bor-ku, xom go'shti. Ijjon. O'shani yaxshi ko'raman. Ha, jon. O'shani yaxshi ko'raman. Shu juda ham zo'r. Ko'pchilik anaqa qilmaydi, lekin men rosa yaxshi ko'raman. Men yeyolmadim, to'g'risini aytaman. O'shanimi? O'shani yeyolmadim lekin. Yoshi zo'r. Aka, Kola bilan zo'r ketadi. rahmat kattakon. Bu haqiqatdan ham san'at asari, gap bo'lishi mumkin emas. Qo'l ko'zingiz dard ko'rmasa, rahmat. Bunisini ham olib ketaman aka. Rahmat. Ovqat yugurib borganimni qarang. Ani ket. Hali Hozir Rashid akam, ularning ayollari Said opam, Sanjarbekning ota-onasi va Sanjarni ayoli ko'rayotgan bo'lsa, ular Sanjar akamga dushman ekan deyishayotganlarda. Bilasizmi, mana qarang, nonni, non o'zi yeb bo'lmaydi-da, go'sht yesa bo'ladi, demoqchiman. Ya'ni endi agar dietada bo'lsangiz, men endi nimaga men hozir shu narsani yonimga qo'ydingiz-ku, yo'q demadim. Endi teletomoshabinlar ham ko'rsin. Anaqani ushlash kerak-da odam baribir ham. Nafsini. Iroda. Hidi juda ham zo'r kerak. O, sariyot hidi kelyapti. Lekin shu narsani yemaslik ham odamlarga qanaqadir iroda kerak. anaqa o'rnak bo'lishi kerak. Mana shu taom ko'rsatuvimizni oxirigacha siz oldingizda turadi. Bemalol. Siz qolasangiz yonimda yeyinglar shuni, men qarab o'tiraman. Yo'q. Yo, biz jamunchalik o'ynashmaymiz, birovning irodasi bilan. Mas'ud aka, katta rahmat. Har doimgidek sizga respekt. Rahmat. Rahmat kattakon. Qo'l ko'zingiz dard ko'rmasin. Salom, tabriklaringiz bo'lsa, marhamat yo'llang. Bugun bayram. Avvalambor hayit ayyomi bilan barcha O'zbekiston xalqini tabriklaymiz. Mana hozir may oyi ekan, maktabni bitirganimizga ham 15 yil bo'libdi. Ustozlarimizni ham tabriklab qolamiz. Sog' bo'ling. Rahmat Sizga kattakon. muborak bo'lsin, uydagilarga biz nomimizdan salom va duolarimizni, tabriklarimizni yetkazib qo'yasiz. Rahmat, sog' bo'ling. Kutamiz sizni. Rahmat. Shu manzilda, shu joyda. Rahmat kattakon. Keyin vaynlar olyapsiz kelin bilan, bir qandaydir hazil. Ha? Boshida Instagram ozgincha yurgizib yuborish uchun qildim shu narsani. Endi hozir ancha kamaydi, lekin Lekin yarashgan. endi harakat qilmasak bo'lmaydi, chunki hozir hamma narsa internet bo'lib qoldi-ku. Shunaqa. Ayniqsa mana shu ayollarga bo'lgan munosabat deganingizda shuni ta'kidlab o'tish kerak, sizni ayolingizga bo'lgan munosabatingizni ko'rib, juda ham ko'pchilik qizlar havas qildi. Va ba'zilar kommentariyada shunaqa yozgan, bular hayotda ham shunaqa darajada sevishadimi yoki bu ekran uchun bo'lgan izhorlarmi degan fikrlar ham bo'lgan. Siz bunga qanaqa qaraysiz o'zi? Yo'q, men kommentariyalarni o'qidim. Ham negativ kommentariy ko'p bo'ldi. Nimaga bu unaqa bo'ldi, tushunmay qoldim men. Ba'zan yozgan, va основном yozgan ayollarda shu narsani. Endi to'g'risini aytsam, endi shu savolingizga javob, biz intervyudan kelib chiqib video qo'yganmiz endi biz Instagramga. Endi men bor narsani gapirdim. O'tdim, misol uchun oshirganim yo'q. Agar ko'rgan bo'lsa, agar ahamiyat bergan bo'lsanglar,
shu ichimdan nima chiqqan bu, shuni gapirdim. Просто men nimaga bu narsani o'zimga Instagramga qo'ydim, chunki odamlar shu narsani ko'rib o'rnak olishsin. Shu narsani to'g'ri. Ertaga farzandlariga qanaqadir bu bargam er xotinning munosabati farzandlarga o'tadi-da, bargam o'rnak bo'ladi-da, ko'radi farzandlari. Shundan ularni ongi oshadi, o'zgaradi, hayotga Siz qarash. bekorga bunday bo'lganingiz yo'q. Otangiz bilan onangizni munosabatidan Shunaqa. andoz olgansiz. Просто men xohlaymanki, bizani jamiyatimiz, bizani davlatimizda yaxshi insonlar o'ssin, Yaxshi oilalar ko'paysin, tinch, bir-birini tushunadigan. Hamma narsa oiladan boshlanadi-da. To'ppa-to'g'ri. Gapiriladi-ku. To'ppa-to'g'ri. Jamiyat o'shandan kengayadi, o'shanda yaxshiroq bo'ladi. Bizni Oila tinch bo'lsa, Qoyil. ko'chadagi ishimizni ham biz erkak sifatida bemalol qila olamiz. Katta bo'libsiz ukajonim. endi O'sibdi yo'q demoqchi bo'lganim. Oldingi sanjarga qolmabdi. Endi ola xurjun bo'yinlariga kirdim-da, to'g'ri. Qoyil. Bu yaxshi. Hozir ijro etiladigan qo'shiq siz kabi hayotimizni lolalari uchun, hayotimizni gullari uchun. Men tushundim gap nima haqida Menga ketyapti. juda yoqadi mana shu qo'shiq. Menga ham juda ham yoqadi. Bir eshitsak a? Eshitamiz. Sanjar Xoliqov lolalar. Marhamat. Marhamat. Niholdek ochilgan gullar, sengadir bog'langan dilim, sog'inchimni bilmaysan. Yulduzlar boqar yuzimga, oy ham sirdoshdir o'zimga, nigohim zordir yo'lingga. Oh, qanchalar ko'rgim kelar, sog'inch qalbimni tirnar. Mana gullaydi lolalar, xabar bermasdir bir hammayin shamollar. Qizil gul lolalar, sog'inchli nolalar olgan yuragimdan.
Sanjarbek. Juda go'zal qo'shiq. Mana shunday Judayam. qo'shiqlar Mana shu to'g'ri. yana ijro etilishi tarafdorimiz. Ana ovqatni ham aylanib o'tdilar, ko'rmayin ham, kuymayin ham deb. Qarab o'tyapman. Shunchaki qarash bor. Bu ovqatga nima deydi? E'tibor qaratib, tatib ko'rib, baho berish fursati yetdi. Sababi qisqa tanaffus e'lon qilamiz. Bemalol xohlagancha yeyishi mumkin. Ovqat Bo'ldi. hammaga yetadi. Kaloriya sanamasdan. Albatta, reklama ham hammamizga yetadi. Marhamat. Hozir bizni bayram kayfiyati bilan xalqimiz tomosha qilyapti. Ha? Yana bugun tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan vatandoshlarimiz bor. Uylarda to'ylar bo'layotgan, yubiley oqshomlari, yaxshi kunlar bo'ladigan xalqimiz, tomoshabinlar, yurtdoshlarimiz ko'rishyapti. Sanjarbekdan bitta sho'x qo'shiqni eshitsakda, Dilpora degan qo'shiq. Ha? Ularga bir musiqiy tabrik sifatida, bayram sovg'asi sifatida yo'llasak. Albatta. Gap keyin bo'laveradi yana. To'ppa-to'g'ri. Qo'shiq bo'lsin, kelgandan foydalanib qolaylik. Bayram bo'lsin. Qani, birgalikda chorlaymiz yana. Zo'r chiqibdi bu qo'shiq ama, qarang. Bu qo'shiq bilasizmi qachon chiqqan? Sumbulani anaqalari bor, ha? Anaqa rahmatli Muxtor Qurdi Xoliqov. Hayır. Lekin agar shu ashulani o'zida ham o'sha bir ikkita o'sha naqoratini qo'shsangiz ham sizni ovozingizga juda yarashardi lekin, ha? Bu ashulanichi Sumbulajon. 5 yil oldin tanaffus qilishimdan oldin chiqargandim shu ashulani. Biz eshitganmiz buni. Original kimni ijodiga mansub? Demoqchi bo'lganimki, kim yozgan buni? Buni shu Musiqasi bastaga. Shahboz Navruz yozishgan. So'rashga xijolat bo'lyapman. Shu bola yozgan, anaqa yozgan. Jasuriga Badalbayev komandasiga bola yozgan. Men bu qo'shiqni juda ham ko'p marta eshitganman. Yo'q, Mohriddin Xoliqov qo'shiqlari. Yo'q, anaqa shu, Musiqasi. anaqasi, naqorati, solosi. Hozirgi Solosi. Solosi o'sha ularning qo'shiqlaridan olingan, chunki solo chiroyli-da, juda ham. Naqada? Juda ham chiroyli solo-da. Juda bir- Siz odam anu yuragida qolib ketgan. Lekin kutdik qayerdadir. Bo'p qolarmikin. Sumbulajon degan joyni. Ashula anaqasi emas, solosi chiroyli-da. Ha, shunaqa. Va yangi qo'shiqqa ham to'xtalsak, yor degan u muxlislar tomonidan yaxshi kutib olindi. Instagramda yaxshi prosmotrlar bo'lyapti hozir. Kimlar bilan ishladingiz bu qo'shiq ustida? Bu qo'shig'i o'zi Ruslan Sharif rahmatli yozganlar. Ularning qo'shiqlari. Bu qo'shiq 1996-yilda yozilgan. Nechinchi yilsiz? 2001. Bu mendan katta ekan. Ham yozilgan boshida. Anvarga sizdan so'ramayman, sizlarning yoshlik otlaringiz. Shu 1996-yilda yozilgan qo'shiq. Men endi shu qo'shiqni eshitib katta bo'lganman o'zim. Yangi hayot berdingiz. Men vashni rost yaxshi ko'rardim-da. Anaqa zo'r edi. Menga har doim yoqardi. Qanaqadir xarakteri, hozirgi tilda gapirganda vibe zo'r bo'lgan-da shu ashulani. O'shani har doim o'zim aytgim kelaverardi. O'zi u paytda o'zi eskitmanda o'zi shu planimda bor edi, shu ashulani, o'ynaysanni, nozli gulimni, kelinchak degan odamlar qo'shiqlari bor. O'shalarni boshqatdan kuylab, odamlarga boshqatdan napas qidirib, namoyish qilmoqchi bo'lardim har doim. Mana shu narsaga hozir yetib kelyapman sekin-sekin. Men eshitganman, Rashid Xoliqov hatto bir marta yaxshi xarajat qilingan, mehnat qilib olingan klipni efirga bermagan ekanlar. Shunaqa bo'lgan, a? Yonimda. Nega unday bo'ldi? Bilmayman, o'zlariga yoqmagan. Undan tashqari yana ko'p shu kliplar bo'lgan shunaqa. Har xillarni medlenniy ashulalar bo'lgan, midlaklar bo'lgan. Ularni bermagan efirga. Yonimda ham endi qanaqa efirda ketgan, efirni olib tashlashgan. Chunki bir narsa to'g'ri kelmaganmi? U yerda eskicha o'sha paytdagi shahzodalarning davridagi kiyimlarda shunaqa ko'rinishda bo'lganda. Tushunarli. Nima qo'yganda. Lekin misol uchun hozir ham mana Sanjar aka agar o'sha Dilnotinch kliplarini eslasak, oq qora qilib olingan-ku. O'sha necha yil bo'ldi? Hozir ham uni maza qilib tomosha qilsangiz bo'ladi-da. Ozgincha kачествосini zo'r qilib qilsangiz. Ha, endi to'g'ri, sifati birozgina yomon bo'lishi mumkin. Endi o'sha paytda eng yaxshi sifatda yozib olingan, lekin bugungi kunda ko'rsangiz ham o'sha oq qora ranglar bu hech qachon o'lmaydigan, baribir ijodkorni o'sha oldingi bir 20 yillikni ko'rib ijod qilishi ham bu katta o'sha nima desam, yutuq. Katta yutuq aslida o'sha oldinni ko'rib ijod qilish. Hozir bitta surat qo'yib beramiz. Sanjarbek, bolalikka qaytamiz. Siz unga izoh berasiz. Ha? Bu men ko'zini tikka ochib olgan, ukam Islom, bu Timur, men buvimlar. Onam, men. Bu sizsiz demak. Men. Aha.
Bular onamlar. Endi bu yerda men onamlar. Mana Sanjar, Oh. bu ekranga qarang. Qarasam bo'ladi. Mana hozir maktab ham o'z nihoyasiga yetyapti, yoz boshlanyapti-ku. 3 oy ta'tilda qayerda ko'proq vaqt o'tkazardinglar? Buvijonnikidami? Shu maktab davrida Ha? Bolalikda. men bilasizmi eng yaxshi Lagerga borardik. lagerga mana bunaqa bo'lardi. 3 ta etapga bo'linardi. Endi o'zim uchun shunaqa qilardim, har tavsiya qilib anaqa qilardim, xayollardim-da. Birinchisi mana uyda o'tkazardim. Chunki uyda o'tkazib kompyuter o'yinlarini o'ynab shu paytda PlayStation endi Zerikmasdingiz. birinchi ikkinchi o'zimni har doim band ko'rardim-da. Ikkinchisi bu shu yoki chet elga borardik yoki shu qarindoshlarnikida mana shunaqa narsa bo'ladi. Uchinchisi bu har doim maktab boshlanishidan oldin boshlanardi bizda repetitorlar, angliyskiy, shu matematika, tarix, u shu bilan kirib ketardi. Maktab boshlamasdan shu narsa o'tib Yaxshi ketadi. o'qigan ekansiz. Biz ashaddiy o'qiganmiz. Do'stlar, kayfiyat ko'taramiz. Sanjarbekni bir O'yin bilan sinaymiz, ha? yashang, otangizga rahmat. O'yin bo'lganda ham begona o'yin emas. Shahzod guruhini qo'shiqlarini teskarisini eshitamiz va o'ngini topamiz, ha? Qaysi qo'shiq ekanligini topishingiz kerak. Bo'ldi. Tayyormisiz? Tayyorman. Boshladik. O'yinlar qiroli. Marhamat, o'zingiz boshqaring. Marhamat. Birinchi taronani eshitamiz unda. Bo'l. O Leylam, sevgilim, Leylam, hayotim. Qani original. Demak, eshitamiz. Ha? Ovozni qarang. Men buni soundidan tanidim hamma. Gitarasidan, anaqadan. Deyarli bir xil. Qoyil. Demak, keyingisi O'sha aytsam bo'ladi? Nozli gulim. Aha. Ha, qani? Kuylab bering. Nozli gulim, noz qilasan jafomini jonimga. Meni Yolg'izim. Masani ichidan kutdim, bilib oldim, boshida bilib olganman. Ketdik, marhamat. Keyingi trek, agar javobingiz tayyor bo'lsa, qo'l ko'taring, musiqani pasaytiring. Eshitdik oxirigacha. Ketdik. Yana bitta bo'lsa? Ha bo'ldi. Torimning siri menimcha, adashmasam. Aha. Torimning siri, torimning ajab. yaxshilab o'ylab ko'ring. Yana bitta qo'yinglar-chi? Uyga borishni o'ylang. Ha, hozir ham. Torimning siri emas. Ha, bo'ldi. Bu anaqalarga aytilgan shular bu dedomda bolachalarga aytilgan shular. Oynaga termuladi bu g'amgin so'zlar. So'zlar. Devorga aytiladi bu ko'zlar. Devorga aytiladi bu g'amgin so'zlar. Jonona jonim bir kelmay shular bu. So'zlari ham esimizda, ya. Qoyil. Men bu ashuni o'zim yaxshi ko'raman-da. Davom etamiz. Yanami qo'yinglar. Bu men topolmadim. Ye? Mana bir marta eshitib ko'rasizmi? Eshitib ko'ring-chi. Bildim. Nomi esim kelmayapti-da, bu anaqa shular. Ayt, yordam beraymi? Anaqa uyg'urcha aytilgan shular-da bu. Adashu. Vadashu, vadashu. Sen bilar ekansiz xalos. Vadashu, uyg'urcha shular. Juda zo'r qo'shiq bu ham. Aha. Yana bitta bor, adashmasam. Demak, Maza qilib o'ynaydigan chiroyli qo'shiq bu. Yorim deyman. O'shami?
Yana bitta qo'yinglar-chi. Mashina degan so'z chiqdi. Mashinani eshitdim. Mashina Chappasi mashina. Nishim. Mashinasi bor. Ya mashina. Dadasi puldormi degan ashula Mana bo'ladi. shu yorim deyman. Ozod Nursaidov. Deyman. Demak, Yo'q, o'ylama. Ikkalasidan bittasida xullas. hozir qaysi biri? Qaysi biri? Yo'q, o'ylama deb ko'ringlar-chi. Qani shu Eshitamiz. Original. Ana, topdimi? Yorim demadi, nima? Yo'q, yorim demadi, yo'q demadi. Bor-ey, hozir qarang. Qarang. Ikkalasidan bittasi edi. Rashid akam sochlarimda boshqacha bo'lardi-yu, do taralgan, boshqacha. Men bolalik yillarimizda maktabda Shahzod sartaroshga borardik. Shahzod guruhidek qilib qo'ying derdik-da. Sochim ham yonimda oldirardik-da. Polboks deylardi, deylardi. Qoldirib chiqib qo'shiqlarni aytardik-da. Oxirgisini eshitamiz. Muxlis bo'lganmiz. yana bir marta eshitib ko'rasizmi? Xo'p. Bo'ldi. Yulduzlar ayt menga, shamollar ayt menga, nega aynan biz ikkimiz ajrashganmiz bir umrga, bir umrga. Men nima buni bir srazu topdim, chunki bu bosanova-da. Bosanova janrida adam bitta shoshalar aytganlar. O'shanga bu inson. Ana yorim deyma, o'ynaysanlar, ularchi hammasi shu paytdagi takani folklorga o'xshaganroq. Chunki bizda hozir unaqa ashula chiqmaydi-ku. O'shanga ularni topish sal qiyinroqda, so'zlardan birisi bo'ladi, anaqadan, ana sounddan bilsam. Lekin Rashid akam o'zlari ham necha yil ijod qilib qo'ydilar. Hozir o'zlariga ham qo'yib bersak, o'zlari ham qiynalib qolsalar kerak. Endi necha yil, yo'g'i? Hamma shu. Juda o'quvli, yaxshi. Ashulada nima zvuk eshitilgan, hamma aldab bo'lmaydi odam bunaqa narsalar. Juda qo'shiq tanlash borasida ham juda injiq bo'lganlar. Shunaqa. Ruslan Sharifga borib, misol uchun yoqmaydigan joylarni Shunaqa. shundoq ijro etib ketmaganlar. Ruslan akam rahmatli telefon qilardi o'zi. Adam bir-birini qiynashardi ular. Bir marta aytadilar, misol uchun qo'layotganman, telefon jing'illab chaqirardi Ruslan deydilar. Ana shu talabchanlik sizda bo'lishi shart. Shunaqa. Bundan buyoqda sizga omad tilaymiz. Xuddi mana shu otangizni chiroyli ijod yo'llari nasib qilsin kamida. Va xuddi shunaqa chiroyli xalqimizni ko'ngil mulkiga aylanadigan mana yillar o'tsa-da biz mana hozir so'zlari yodimizda-da maza qilib eshitamiz. Shunaqa qo'shiqlar kuylash nasib qilsin deymiz. Ha? Endi davom ettiramiz. Yor-yordan bo'lsinmi? Ha? Nima desanglar shu? Qani? Eshitamiz. Yor. Bir qiz yig'lab to'sib yuzini.
Sanjarbek katta rahmat tashrif uchun, go'zal qo'shiqlar uchun, chiroyli suhbat uchun. Sizlarga mana shu tarbiyaga aslo ko'z tegmasin. Biz siz bilan faxrlanamiz. Do'stimiz, ukamiz borligidan va boya aytganimizdek baxtingizga ota-onalaringiz hamisha salomat bo'lsin. Rahmat. Qiladigan ishlaringiz, kuylaydigan qo'shiqlaringiz oldinda. Juda ham ko'p hali xudo xohlasa. Mana hozir men e'tibor qildimda kelinchak haqida qancha boyagi tematichni qo'shiq, o'sha mavzubob qo'shiqlar, Rashtakam kuylaganlar. Ularni avlodi, undan avvalgi avlod ham mana shunaqa mavzularga xos bo'lgan chiroyli qo'shiqlar kuylashgan. Afsuski hozirgi yosh xonandalarimiz ko'pi sevgidan nariga o'tisha olmayapti. Oldin non haqida ham qo'shiq bo'lganda. Men nima demoqchimanki, shunday qo'shiqlar yaratilishini biz xohlaymiz. Siz ana shunday xonandalarimiz safida bo'ling. Xudo xohlasa. Otangizning yo'lidan borsangiz, otaning yo'lidan borganlar chiqin. Kam bo'lmaydi. Bo'lmaganmiz biz ham. Ayniqsa ortda shuncha yillik ijod bo'lsa, shuncha shlager taronalar bo'lsa, faqat ijod qilish kerak. Ustoz ham uyda, badiiy kengash ham uyda, haligi xomiy ham uyda, hammasi uyda. O'zim Foydalanish kerak faqat. Mana shunaqa yor-yor taronalari, shunaqa yaxshi xalqimizni bir yaxshi kunlariga bir zo'r bir chiroyli rang beradigan taronalar ko'paysin. Qizlarimizni yor-yorlar qilib o'zlarini Kelin bo'lib kuzataylik. Tartibni nimaga tayyor demoqchiman? Kelinlikka tayyorlov bu. Bu qo'shiqdan keyin shunaqa bo'ladi-da Topa olmadimda aka. O'shan faqat bo'lish kerak. Yashang. Katta rahmat sizga. Bayram muborak bo'lsin. Uydagilarni tabriklab qo'yasiz va xalqimizga bayram tilaklari bo'lsa, niyatlaringiz bo'lsa marhamat. hammani kirib kelgan bayram bilan tabriklaymiz. Sizlar bilan mana kayfiyat ulashdik. Sizlar ham hamma bilan mana bugundan bizning ko'rsatuvni ko'rgandan keyin sizlar ham hamma bilan kayfiyat ulashinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hech qachon kasal bo'lmanglar, farzandinglarni yaxshi ko'ringlar, hech qachon kam qilmanglar, ota-onanglarni hech qachon kam qilmanglar, duosini olib yuringlar. Aytganingiz kelsin. Yaxshilik tilaymiz. Rahmat kattakon, aytganingiz kelsin. Sog' salomat bo'ling. Aziz teletomoshabinlar, hurmatli muxlislar, yana bir bora ulug' ayyom barchamizga muborak bo'lsin. Shu yurtdan fayzu baraka, qalblarimizdan xotirjamlik hech birimizni tark etmasin deb niyat bildiramiz. Va har doimgidagi iliq niyatimizni bildiramiz. Yana omon-omon tonglarda, omonlikda diydorlashguncha xayr. Omon bo'ling.